har namozni tugatganimizdan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh deganimizdan keyin sunnatlardan biri astag'firulloh, 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 Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali val ikrom deyishlik. Va boshqa zikrlar bor. Shu zikrlardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalga o'rgatganlar. Muaz ibn Jabal rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman" dedilar. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobiyni, bir kishini yaxshi ko'rsalar, "Men seni yaxshi ko'raman" derdilar. Agar biz ham qaysi bir birodarimizni, do'stimizni, yaqinlarimizni yaxshi ko'rsak, o'sha yaxshi ko'rishligimizni etishligimiz sunnatdan hisoblanadi. Sunnat amal. Rasululloh yaxshi ko'raman deb turib, "Men senga har namozdan keyin aytadigan bir kalimalarni o'rgataymi" dedilar. U kishi ha dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatdilar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ma'nosi: Allohim, menga seni zikr qilishligimga yordam ber. Senga shukr qilishligimga yordam ber. Va senga go'zal ibodat qilishligimga yordam ber. Mana shu ma'nosi. Va har namozimizdan keyin o'zimizga shu zikrni ham odat qilib olaylik.